Akalar, iqtisodiy zonaga keldik. Ijaraga binomiz chiqyapti. Hozir bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Akalar, mana iqtisodiy zonadan chiqib turgan ijaraga joyimiz juda ham zo'r holatda, o'zini zeleniy zonalari bor. Suvdan muammosi yo'q, svetdan muammosi yo'q. Chorva qilaman deganlarga, sex qilib yurg'izaman deganlarga, qo'y boqaman deganlarga mana joyimiz zo'r holatda turibdi. 24 ga 7 kameralarimiz ishlab turibdi. Bemalol telefonlaringga ulab ko'rib o'tirsalaring bo'laveradi. IPcam kameralari. Mana bu tomonida o'zini navesli joyi bor. Sex qilib ishlatishgan. Bemalol qo'yxona, molxona qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Sanuzeli joylashgan anetda. Bunisiga kirib ko'rib chiqamiz. 2 etajli zdaniyamizga mana shu holatida turibdi. Hamma udobstvasi bor. Bemalol ikkinchi etajdan ham foydalanishsa bo'ladi. Ikkinchi etajga chiqish. Mana ikkinchi etajimiz. Yana foydalansalar bo'laveradi. Chorva qilganda bemalol kelib ikkinchi etajdan ko'rinishi. Bu tomonida mana yana yeri bor. Bemalol xolasalaring qo'yxona, molxonani bu tomoniga qilsalaring ham bo'ladi. Hech kimga bir ziyonlaring tegib, bir narsa bo'lmaydi. Bemalol kengchilik joy. Akalar, suvni ham ko'rsatib qo'yay. Mana suvi. Suv bormi deganlar uchun. Yana bitta ko'rsatib qo'yay kengligini.